90% inson nima uchun musulmonga ishonmaydi? Qarz so'rasa insonlar ya'ni qochadi bir-biridan. Bilasizmi nimaga? Chunki mana shunaqa qarz masalasida jiddiy qarashmaydi. Shuning uchun ham Alloh rizqini yana qarz bilan bo'lib, ya'ni kechirasiz, qo'pol qilib aytganda kosasi oqarmaydi. Shuning uchun meni hayotimda mana shu 4 ta duxovnost, ya'ni ilohiyat bilan bog'lab ketaman biznesni. Ko'pchilik mana kechagina Instagramga kimdir yozsam, yana shu temami deydi. Bu temadan boshqa, misol uchun nimasi yo'q, kimdir shunaqa deb yozgan. U aslida greenleafchi emas. Ko'rdimda bundoq qaradim, bechora dedim. Shu insonga ham ozgina rahmim keldi. Agar insonda hayotida o'sha ilohiyat duxovnost bilan bog'lanmasa, уже 5-siga men уже biznes qo'yganman bu dunyolikni. Ya'ni birinchisi, ya'ni niyat va shukr. Ikkinchisi fikr. Chunki fikr juda ham muhim. Atrofingizda qanaqa insonlar bor? Misol uchun bitta insondan 4 ta farzand tug'ilishi mumkin, to'g'rimi? O'sha 4 ta insonni bitta onadan tug'ilgan 4 ta farzand 4 xil xarakterga ega.